Uzoq reysdan so'ng biroz dam olib, yana kunimni o'zim yoqtirgan makiyaj jarayonim bilan boshladim. Bu gal esa reysga emas, dugonalar bilan uchrashuvga. Demak, avvalo yuz terimizni L'Oreal Parijning ikkitasi birda bo'lgan tonalniy krem va konsilleri bilan go'zallashtiramiz. Keyingi bosqichimizda La Shadow ko'z uchun yaltiroq teng stick. Bu nafaqat ishlatishga qulay, balki ko'zlarni ham ancha porloq qilib ko'rsatadi. Suvga chidamli teleskopik tushi esa kipriklarni yana ham uzun, qalin qilib ko'rsatadi. Endi esa men yoqtirgan bosqich. Sevimli pomadalarim. Nude makiyaj uchun Le Nureuse tonidan foydalanamiz. Biroz yorqinroq ton uchun va ayniqsa kasbimda ham eng mos rang 215 Drunk Rose. Bu lab bo'yoqlari labni quritmaydi va asosiysi uzoq qahva suhbatlarida ham tezgina o'chib ketmaydi. Meni sevimli makiyajim har doim men bilan. Osmonda ham, yerda ham. Har qanday vaziyatda ham eng muhimi o'zingizga bo'lgan ishonch. L'Oreal Parij yangi go'zallik vositalarini Tashkent City Mall'ning Bloom do'konidan topasiz.